Hozir chet davlatdan kirib kelayotgan vitaminlarni iste'mol qilish juda ham urfga kirdi. Vaholanki bu vitaminlarimiz ancha qimmat va har kimning ham cho'ntagiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun men sizlarga hozir aytib o'tadigan retseptim bomba retsept hisoblanadi. Yozib oling. 1 osh qoshiq oq sedana, ya'ni oq kunjut, 1 osh qoshiq qora kunjut, 1 osh qoshiq zig'irning urug'i, 1 osh qoshiq oshqovoqning urug'i va 1 osh qoshiq qora sedana. Bularni hammasini bitta qilib, kofemolkada un qilib maydalab, har kuni ertalab 1 osh qoshiqdan iste'mol qilinadi. Yosh bolachalar yarim choy qoshiq 1 choy qoshiqdan yoshiga qarab iste'mol qilinadi va undan tashqari har qanday taomingizni betiga bemalol sepib xohlaganingizcha yeyishingiz mumkin. Har qanday salatlarga ham 1 osh qoshiqdan 2 osh qoshiqdan solib aralashtirib iste'mol qilishingiz mumkin. Kimdadir qandaydir organizm vitamin yetishmasa, masalan, fosfor deydi, magniy deydi, vitamin E deydi, D deydi, kalsiy deydi, ayniqsa oq kunjut bilan qora kunjutda kalsiyni bombasi ana o'sha yerda.